Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarruk tanti inson himmatimsiz onajon. Farzand deb dard tortganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan, onam bor deb kerilgan savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bo'sh yurakmas, sizsiz tilak tilakmas. Farzandingizga jannat kerakmas, jannatimsiz onajon. Assalomu alaykum. Alaykum. Maftun opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Boshlovchi Sarvinoz, yaqinlarimga dil izhorlarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Bugun sizga tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yaqinlaringiz tomonidan loyihamizga tabriklar yuborilgan ekan. Avvalo biz ham sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat. Sog' bo'ling ilohim. Maftun opa, nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriklar qaysi yaqiningizdan kelgan bo'lishi mumkin? Opamlardan-da. Albatta ular ham bor, lekin eng asosiy tabriklovchi insonlaringiz oila a'zolaringiz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz Ziyodulla aka, bolalaringiz Zohidjon, Vohidjon va Imonalar tomonidan ekan. Ilohim ularning vaqtlariga doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Agar vaqtingiz bo'lsa, ularning chiroyli tabriknoma maktublari ham bor ekan siz uchun. O'qib eshittirsam. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum aziz va mehribon onajonim. Bu dunyoda biz uchun eng aziz, eng muqaddas inson bor. Bu sizsiz onajon. Siz bizga hayot, tarbiya, sabr, or-nomus, rostgo'ylik, halollik va mehnatsevarlik kabi ulug' fazilatlarni o'rgatgansiz. Biz qanchalik ulg'aysak ham, har bir yutug'imizda, har bir muvaffaqiyatimizda sizning oqsitingiz, tinimsiz duoyingiz, mehringiz va ezgu sabringiz borligini bilamiz. Sizning hayotingiz biz uchun eng katta maktabdir. Har bir muammoga sabr bilan yondashishingiz, har bir g'amimizga davo bo'lishingiz, har bir sevinchimizdan 2 hissa ko'proq quvonishingiz biz uchun chinakam baxtdir. Biz bugun sizni chin dildan yaxshi ko'rishimizni izhor qilmoqchimiz. Sizni chin dildan qutlaymiz onajon. Umringiz uzoq, sihat salomatligingiz mustahkam bo'lsin. Har bir kuningiz farzandlaringizning baxtidan, ularning yutuqlaridan quvonchga to'lsin. Qalbingizni hech qachon g'am bulutlari qoplamasin. Ko'zingizdan faqat quvonch yoshlari tomsin. Hayotingiz davomida mehr, muhabbat va farzandlar baxti bilan yashashingizni Yaratgandan so'raymiz. Siz bizning orqamizdagi kuchimiz, tayanchimiz va mehr daryoyimizsiz. Ilohim baxtimizga doim sog' bo'ling. Onajon, siz dunyodagi eng yaxshi onasiz deb o'z dil izhorlarini yakunlabdilar. Rahmat. Rahmat sizga ham Maftun opa. Ilohim farzandlaringizni baxtlariga sog' bo'ling, doim ularni yutuqlarini ko'rib yuring, rohatlanib yuring. Va ular siz uchun chiroyli tabriknomalarga qo'shib she'r ham yuborgan ekanlar. Ruxsatingiz bilan mana shu she'rni ham o'qib eshittirsam. Rahmat. Duodasiz doim erta kech. G'ubori yo'q dilimsiz ona. Qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa navolarim yo'q, mehringizday davolarim yo'q. Eng chiroyli gulimsiz ona. Opajon, rahmat chiroyli suhbatingiz uchun. Yana bir bor sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Agar sizni ham oila a'zolaringizga, farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, hozir bemalol aytib qolishingiz mumkin. Rahmat sizga ham kattakon. Nima deyman, sog' bo'lsin bolalarim ham, xo'jayinim ham, jigarlarim, aka-ukalarim hammasi sog' bo'lsin, lekin kutmagandim. Rahmat hammalari sog' bo'lsin baxtimga. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham, chiroyli tilaklaringiz o'zga ham hamroh bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat sizlarga. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin.
Oilada bunday maqom bitta o'zi malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi. Do'stlarim chekkada tursin, menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi. Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha.